Assalomu alaykum avtoshaharliklar, texnik ishqibozlari. Mana sezonlar kelyapti endi. Yuk tashishlar boshlanadi. Uyimni olib bering, bunimni olib bering deganlar ko'payadi. Ayniqsa mol qo'y tashiganlarga mana tayyor arava bor ekan. O'sha yengil mashinaning prinsipi, xudo xolasa baquvvat ekan. Ma'lumot tezsizlar qiziq bo'lsa, eng qizig'i dokumentlari ham bor, o'rtoqlar. Olinglar, boshlovchi ma'lumotlarini prinsip sotaman deyaptilar. Dokumentlari bor, yangi texpasportda. 1.60 eni kuzovda, uzunasiga 2.60 atrofida deb aytiblar. Tepasidagi panjara setkasi ham olinadi, 4 ta bolt bilan bo'shaveradi deb aytiblar. Mol qo'y tashigani alohida eshigi bor. Mana hozir videoda ko'rganingizdek, o'zini mol qo'y tashigani shu chiqib tushadigan eshigi va yoki xo'jalik yuklarini g'ozmaklarda yurganda alohida shu bort eshigi bor deb aytiblar. Xo'p, ramalari butun, chiroqlari hammasi ishlaydi deb ma'lumot berishdi. Keyin kuzov ham 4 tarafga ochilar ekan. Balonlari yaxshi, traktor prinsip resorlari qo'yilgan ekan mana resorlariga. Katta moldan 5 ta, buzoqlardan esa 10 ta, qo'y bo'lsa 15 ta sig'oradi ketyaptilar. 2 tonnagacha yuklanaveradi xudo xolasa. O'sha molda o'sha poliga, tagiga rezina qoplama qilingan, bemalol o'sha mol qo'ylar ham chiqsa ham sirpanib ketmaydi, maza qilib ketaveradi. Ishga tayyor, endi Rossiyaga ketyapman, endi turmasin, sotib ketadi deb aytibdi. O'rtoqlar, mana yasatib o'tirasizmi? Tayyor baquvvat dokumentalni bor ekan. Namangan viloyati Pop tumanida turibdi. Telefon qilsanglar, lokatsiyani tashlab berishadi. Puliga bo'lsa o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar, dokument yo'qlar ham 5 million, 6 million, 6,5 million bo'yatibdi. Akamiz 7,5 million do'ring. Endi bu dokumentalni, hamma faral chiroqlari ham ishlaydi, bakovoy chiroqlari hamma yo'q ishlaydi. Mana tayyor deb aytibdilar. 7,5 million do'ring, kelishtirib beraman, xudo xolasa. Telefon qilsin, sotamiz deb, tushib beraman deb aytibdilar. Shu sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepada raqamlar menga murojaat qilasizlar. Minglab odamlar ko'rib ishini bitiryapti. Bozorga borib o'tirmaysiz, uyingizda mazax sotasiz o'rtoqlar. Buyurtma beringlar, chiqarib beramiz. Ko'pchilik ko'rgandan keyin sotish koeffitsiyenti yuqori. Uyingizdan kelib olib ketaroq xudo xolasa. Buyurtma beringlar. Shu o'rtoqlar, sotilib ketmasdan tayyor olinglar mana arava. Tayyor yengil mashinangizni olib sezonlar boshlandi. Ishni qilib xolasangiz mol qo'y bozorga kirib ketib yuk tashiverasiz, o'sha mol qo'y tashiverasiz, xolasangiz xo'jalik o'sha yuklar sement, xullas, bu ishni qilaverasiz, xudo xolasa. Olinglar. Ko'rishguncha.